بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Birodarlar, mana bir necha jumadan beri baraka haqida dars qilyapmiz. Bugungi mavzuimiz al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka sizlarning oralaringizdagi yoshi kattalar bilan birgadir. Oxirgi paytga kelib, mana shu yosh kattalarga bo'lgan hurmat, e'tibor avvalgilardek bo'lmay qo'ydi. Sovet davrida katta bo'lganmiz, namozxonlar ko'pmas edi, juda ko'pchilik ichar edi, din diyonatga yo'l biz xohlaganchalik emas edi, masjidlar yopiq edi, ammo o'zimizni yurtimizni mentalitetidan kelib chiqib turib, kattalarni siylagan, kattalarni hurmat qilgan degan narsa tomir-tomirimizga singdirilgan edi. Ammo taassuf oxirgi paytga kelib, o'zini dindor deb bilgan, taqvodor deb bilgan, sunnatga amal qilyapman deb, oyatga amal qilyapman deyotgan ayrim birodarlarimizda mana shu yosh kattalarga bo'lgan behurmatlik, mensimaslik ko'payib ketganligini ko'ryapmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan, kattalarimizni hurmat qilmagan va ulamolarimizning haqqini bilmaganlar mendan emas deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Kim uyda yosh katta otasi onasi bo'lsa, uni barakasi bor. Faqat uni bilmaydi u. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi ulug'laringiz bilandir. Yoshi ulug'lardagi baraka nima? Mana baraka nima ekanligini aytdik. Baraka bir narsaning ustida ilohiy hayriyatning davomiy turishi. Misol bilan tushuntirdik. Opatadizdan qolgan ketmon bor. 100 yildan o'tib qoldi, ishlayapti. Yo'qolib ham ketmadi, cho'kib ham ketmadi suvga, birov o'g'irlab ham ketmadi. Ishlayapti. Ungacha siz 20 ta 30 ta ketmon oldingiz, uy qurguncha nechtasi kelib, nechtasi ketdi. Demak, ularda baraka yo'q edi. Mana bu turgan ketmonda baraka bor. Tushunarlimi? Baraka bir narsaning ustida ilohiy hayriyatning davomiy bo'lishi. U baraka vaqt ustida bo'lishi mumkin, ilmning ustida bo'lishi mumkin, pulning ustida bo'lishi mumkin, joyda bo'lishi mumkin. Yoshi ulug'lardagi baraka. Bu nima degani? Bundan maqsad nima? Qarindosh urug'larning orasida din va aql egasi bo'lgan yoshi ulug' zotlarni tabarruk qilishligi bu mustahab amallardan hisoblanadi. Al-Qarofiy Az-Zahirada shunday deydi. Chunki u kim? Yoshi ulug' inson. Yoshi ulug' musulmon inson. Yoshlardan ko'ra ertaroq Alloh taologa itoat qilgan. Ya'ni sendan ko'ra ertaroq bosh sajdaga tekkan, sendan ko'ra ko'proq tasbih aytgan. Shuning uchun uni hayoti senikidan ko'ra barakaliroq bo'ladi. Al-barakatu ma'a akabirikum. Baraka yoshi kattalaringiz bilandir. Sahobalar bu hadisni qanday tushunishgan? Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Qala la yazalu an-nasu bi khayrin ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Modomiki deydi bu ulug' sahobiy, odamlar ilmni oralardagi yoshi ulug' insonlardan olishar ekan, hayriyatda davomiy bo'ladilar. Ilm beradigan odam ustozlarimiz bor. Endi mana shu ustozlarning ichida yosh kattaroqlaridan ilm olinar ekan, hayriyat davomiy bo'ladi. Chunki u yosh katta olim odamda ham ilm bor, ham hayotiy tajriba bor. Ta'limli mutalimda Imom Zarnuji aytadi, ustoz tanlashlikda 3 ta sifatiga qarab deydi. Birinchisi ilmli bo'lsin. Tushunarli, endi ilmli bo'lish kerak ustoz. Ikkinchisi taqvoli bo'lsin,
uchinchisi yosh katta bo'lsin deydi. Chunki ko'pni ko'rgan bo'ladi-da uchi. Ilmni yoshi o'g'illaringlardan olar ekansizlar, sizlar xayriyatda davomiy bo'lasizlar, deyapti Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu. Bundan murod ana shu olimlarni hayotiy tajribalari katta bo'ladi, ularning majlislarida xayriyat va baraka bo'ladi, din va dunyo salohiyati bo'ladi. Yosh ulug'lar jamiyatni ustunlari bo'ladi. Endi bu yosh ulug'lar yana ilmli bo'lsa-chi, ulardan ta'lim, hikmat o'rganiladi. Ana shu ta'lim, hikmatni o'rgansa, yoshlarning hayoti to'g'ri ketadi. Nima uchun yosh kattalar jamiyatda ustuni deyilyapti? Nimaga yosh kattalarga quloq sol deyilyapti? Chunki ular birodarlar yoshi bir yerga borib qolgan, qiziqqonlik yo'q, o'zini bosib olgan, issiq-sovuqni boshidan o'tkazgan, shoshqaloqligi tugagan. Oq-qorani ajratishgan, ularda viqor paydo bo'lgan, nima yaxshi, nima yomon ekanligini yoshlardan ko'ra mana shu yosh kattalar yaxshi biladi. Nima yaxshi, nima yomonligini yosh kattalar yaxshiroq bilishadi. Endi ularni mana shuncha to'plab qo'ygan tajribasidan foydalanish uchun ularga murojaat qilish kerak va ularning duosini olishlikka haris bo'lish kerak. Imom Kalabazi o'zining Bahrul Favoidida shunday deydi: ularning aqllari, odoblari va fikrlari komil bo'ldi. Ularda yoshlikning yengilligi va shoshqaloqligi tugadi. Ko'p narsalarni boshlaridan o'tkazishdiki, ular bilan hamsuhbat bo'linsa, ularning odoblaridan va tajribalaridan foyda olish mumkin bo'ladi. Abu Muso Ash'ari roziyallohu anhudan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilar: "Inna min ijlalillahi ta'ala ikramu zil shaybatil muslim." Albatta musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashligidan bo'ladi. Ya'ni Allohni ulug'lagan musulmon odamgina musulmon oqsoqolni hurmat qiladi. Ma'qulmi? Bu cholaring 60 ga kirgan namoz o'qigan. Bular o'zi asli manaqa bo'lgan, yoshligida manaqa bo'lgan, endi manaqa bo'lib qolishdi deydiganlarni bilasizlar, o'sha odam o'zaro bo'laveringlar. Zato buchi o'sha yoshga yetdi. Yoshligi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'sha ishlarni to'xtatdi agar yomon ishlari bo'lsa. Tavba qilib masjidga keldi. Qani senga garanti 50 ga yoki 40 ga kirishingga? Albatta musulmon oqsoqolni hurmat qilishlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Agar biz Allohni ulug'laydigan yoshlar bo'lsak musulmonlar, o'zimizdan yosh katta musulmonlarni, oqsoqollarni albatta hurmat qilishimiz kerak ekan. Bu bizning Allohga bo'lgan taqvoimiz bir ko'rinishi bo'ladi. Yosh kattalar, aytdik, bular to'xtangan odamlar. Dunyoni ziyb-ziynatidan zerikkan, yegan, ichgan, kiygan, safar qilgan, dunyoni shahvatlaridan zerikkan. Shuning uchun ularni so'zlarida hikmat bo'ladi. Ota-onasi bor, o'tirmaydi, ish ko'p, bitta hovlida yashaydi, orada bir necha kun o'tib ketadi, ota-onasi bilan ko'rishmaydi. O'pkalab malollasa nima qilyapti? Hamro'ni qilib beryapman-ku deydi. Uy joyi bor. Yeyish-ichishi hammasi zo'r, kiyim-kechigini qilib berganman. Nima qilishim kerak yana deydi. O'g'il bola, otang seni beradigan ovqatingga, kiyimingga muhtoj emas. Seni o'zini yonida bo'lishini xohlaydi xolos. Bu qarib qolgan ota-onaning asosiy ehtiyoji ruhiy va ma'naviy qadr-qimmatida. Ular ana shu farzandlarini, oila a'zolarini o'zini yonida bo'lishni xohlaydi. Ulardan hurmatni, izzat, e'tiromni ko'rishni xohlaydi. Shuning uchun ota-onasi borlar, eshitib qo'yinglar, dunyodagi eng boy odam sizlar. Otangiz bormi, onangiz bormi, ikkalasi bormi, eng boy odam siz. Ertaga ketib qoladi. Bormasang degan odam ham qolmaydi. Imom Molikdan keltiriladi: "Va min ta'zimillahi azza va jalla ta'zimu bish-shaybatil muslim." Albatta musulmon oqsoqolni ulug'lashlik Allohni ulug'lashlikdan bo'ladi. Mana endi yosh ulug'larni islomda, iymonda yoshi ulg'aygan kishilarni fazilat haqida payg'ambarimizni quyidagi hadisini o'qiymiz. Rasululloh aytadilar:
laysa ahadun afzal indallohi min mu'minin